Assalomu alaykum, hurmatli sahifamiz kuzatuvchilari. Bugun ko'pchilikning talablariga binoan tish kasalliklari bo'yicha barcha savollarga javob berish uchun mutaxassis shifokor, stomatolog, 13 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan Doniyor Gulyanovni podkastga chaqirdik. Assalomu alaykum Doniyor aka, yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom, rahmat. Avvalambor kelganingiz uchun vaqt ajratib kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Hozirgi holatda xalqimiz orasida stomatologik kasalliklar haqiqatdan ham juda ham ko'p uchraydi. O'zingizni mutaxassis sifatida qaysi kasalliklarni oxirgi yillarga qaraganda ko'p uchrayotganiga guvoh bo'lyapsiz? Rahmat sizlarga ham avvalambor chaqirganingiz uchun. To'g'ri aytyapsiz. Yildan yil karies va uni asoratlari bizda ko'p kuchayib ketyapti. Ayniqsa asorat bilan bizda kelishadi. Ya'ni bemor o'sha og'riq bilan, kuchli yiringlashlar bilan, shunaqalar bilan kelishadi. Shunaqa holatlar hozir ayniqsa bolalar orasida ko'payib ketyapti. Stomatologik kasalliklar yosharib ketyapti desak ham bo'ladi hozir. Haqiqatdan ham odamlar kariesda og'riq bo'lgan paytda shifokorga murojaat qiladi. Mana shu og'riq bermasdan turib karies ekanligini tishni uy sharoitida odamlar o'zi aniqlash mumkinmi? Qanaqa simptomlari bor uni? Kariesning belgilari. Albatta bo'ladi. Shirinlikdan og'riq boshlanishi bu kariesning ilk belgisi bo'ladi. Shuni o'zida darhol shifokorga borib, kerakli chora-tadbirlar, plombalarni qildirib qo'yilsa, oldini olingan bo'ladi. Bu birinchisi. Endi ko'rinishi jihatidan ham karies birdan ko'y bo'lib qolmaydi, dog' bosqichida boshlanadi. Agar dog' bosqichida borilsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Maxsus laklar bilan uni o'sha holatda to'xtatish imkoni bor. Mana shu bolalarda karies bo'lmasligi uchun ota-onalar, ayniqsa onalar qanaqa parvarish qilgan yaxshi bolasini tishini, bolani tishini yuvish necha yoshdan o'zi boshlasa ma'qul? Juda zo'r savol berdingiz. Bu bizda juda ham jiddiy muammo. Biz stomatologlar ham bu holat bilan ko'p to'qnashamiz. Ya'ni juda kichkina yoshli bolalar kelishadi, og'riq bilan ularni davolash ham juda qiyin bo'ladi. O'shanga tishlar yorib chiqishi bilan yuvishni boshlashni tavsiya qilamiz biz. Bu taxminan 6 oylarga to'g'ri keladi. 6 oylardan birinchi tishlar yorib chiqishi bilan tish yuvish tavsiya qilamiz. Nimaga? Chunki birinchi yorib chiqqan tishlar mo'rt bo'ladi har doim. Ular qattiqlik hosil qilishiga 2 yil, 3 yil vaqt kerak bo'ladi minerallashishiga. Shu vaqt mobaynida ularga kerakli parvarish qilib, yuvib tozalanmasa, ular kariesga tez chalinadi. Bunaqa kichkina yoshda tishlarni davolash juda qiyin bo'ladi. Bolalarni davolash ko'p holatlarda narkoz bilan davolashga majbur bo'linadi. Bolalar kichkina yoshlarda narkoz berish juda ham xavfli, o'ziga yarasha asoratlar kuzatilishi mumkin. O'shanga buni oldini olish uchun biz iltimos qilamiz ota-onalardan tish yuvishni vaqtliroq boshlashni. Demak, birinchi tish chiqqanini o'zidayoq yuvishni boshlash to'g'ri bo'ladi, kasallanmaslik uchun. Men ko'p kuzatganman, ko'pchilik yosh bolalarda sut tishlari almashadigan tish bo'lganligi uchun, undan keyin doimiy tishlar chiqqanligi uchun ahamiyatsiz qarashadi. Ya'ni bu tish tushib ketadi, keyingi tishi sog'lom bo'ladi deyshadi. O'zi asli qanaqa qilish kerak? Ta'siri bo'ladimi? Sut tishlarning karies bilan chalinishi keyin chiqadigan doimiy tishlarga? Albatta ta'siri bo'ladi. Birinchidan, sut tishida karies bo'lsa, katta ehtimol bilan bu doimiy tishga ham o'tadi. Chunki bu karies yuqumli kasallik hisoblanadi. O'sha agar og'izda karies bilan davolanmagan tishlari ko'p mavjud bo'lsa, doimiy tish chiqqanda katta ehtimol bilan u ham karies bilan zararlanadi. Sut tishlarini ham davolash tavsiya qilinadi. Bu birinchi jihati. Undan tashqari boshqa asoratlar ham kuzatiladi. Sut tishini baribir tushib ketadi yoki oldirib tashlasa yengil sut tish chiqadi degani bilan sut tishlarni muddatidan oldin olib tashlash boshqa yana muammolar keltirib chiqaradi. Ya'ni tishlarni qiyshayishiga sabab bo'lishi mumkin. Doimiy tishlarni qiyshayishini eng ko'p uchragan sababi sut tishlarini vaqtli olib tashlash, muddatidan oldin olib tashlash. Ular o'zi tushishi kerak bo'lgan muddatda tushsa, doimiy tishlar ham qiyshaymay chiqadi katta ehtimol bilan. Bu bir-biriga bog'liq. Yana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Sut tishlari o'rtasida doimiy tish kurtegini saqlaydi-da. Shunaqa kichkina yoshda agar ildizlari so'rilmay olib tashlansa, sut tishini doimiy tishi kurtegini ham birga olib chiqishi mumkin o'zi bilan. Ya'ni bunaqa bemorlarda keyin o'sha joyda doimiy tish chiqmaydi. Shunaqa yomon asoratlar ham kuzatilishi mumkin. O'shanga sut tishlarini davolashga e'tibor berish kerak. Bu o'sha keyingi doimiy tishga foydavor bo'lib xizmat qiladi. Bolalarni sut tishlarini oldirish xavfli hisoblanar ekan. Iloji boricha o'zini fiziologik vaqtida tushgani yaxshi. Ya'ni shu ildizlari
so'rilib keyin qimirlab bolalar o'zi olib tashlaydi-yu, shu ideal holat hisoblanadi. Chunki sut tishi ildizi so'rilganda doimiy tish o'zi chiqadi o'sha joydan. Voqli olib tashlasa u joyda suyak hosil bo'ladi, doimiy tish chiqsa orqada qoladi, keyin o'sha doimiy tishlari chiqqanda qiyshayib ketadi. Bundan aka mana shu kariesni oldini olish uchun ovqatlanishni qanaqa tartibda qilish kerak? O'zi qanaqa ovqatlansa karies bo'lmaydi? Yaxshi savol berdingiz. Ovqatlanish orqali ham kariesni oldini olish mumkin. Ya'ni bu yerda bo'lishi mumkin. Birinchi ovqatlarni grafikini o'zgartirish orqali ham, ya'ni tez-tez ovqat iste'mol qilish tishlar uchun zararli hisoblanadi. Ayniqsa bu uglevodlar, ya'ni shirinliklar, karies chaqiruvchi ovqatlar bo'lsa, u undan ham xavfni oshiraveradi. Biz nima tavsiya qilamiz? Tez-tez ovqatlangandan ko'ra, orada tish emalini tiklab olish uchun ozgina vaqt bo'lishi kerak. O'shanga 3 mahal, 4 mahal ovqatlanish yetarli hisoblanadi. Shirinliklarni bo'lsa, ayniqsa desertlarni shu ovqatlarning orasida iste'mol qilinsa, bu ham karies xavfini kamaytirishiga sabab bo'ladi. Doniyor aka, hozir internetda tishlarni tabiiy oqartirish bo'yicha har xil retseptlar tarqalib ketganda, mana shu qanchalik to'g'ri? Haqiqatda oqartiradimi o'shada? Oqartirishi mumkin, lekin bunaqa retseptlar qisqa muddatdan keyin tishlarni juda yomon holatga keltirib qo'yishi mumkin. Ayniqsa hozir limon bilan unga tuz qo'shib, shunaqalar qo'shib chiqaradigan oqartirish turlari chiqib ketdi. Ko'p video ko'rdim o'zim ham. Bu lekin zarar tishlarga, chunki limon tish emalidan foydali minerallarni yuvib chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Qisqa muddatdan keyin u tishlar kariesga moyil bo'lib qoladi. O'shanga biz har xil unaqa internetdagi retseptlarga ishonib, hammasini qo'llab ko'rishni tavsiya qilmaymiz. Agar tishlarni oqartirish kerak bo'lsa, u stomatologik muolajalar bor, oqartirish degan. Uy sharoitida qiladiganlari bor, stomatologik xona sharoitida qilinadiganlari bor. Lekin bular ham 6 oydan 1 yilgacha muddatga ta'sir qiladi. Keyin ulardan keyin har xil holatlar ham kuzatilishi mumkin, asoratlar. Yuqori sezuvchanlik bo'lishi mumkin, milklarni jarohatlab qo'yishi mumkin. Undan keyin ham maxsus parvarishlari bor. Oqartirishdan keyin stomatolog bilan hamkorlikda qilinadi bunaqa ishlar. O'zboshimchalik qilishni tavsiya qilmaymiz. O'zi tishi oqarishini hamma xohlaydi, lekin shuni aytib o'tib ketishim kerak. Tabiiy tishlar o'zi juda ham oq bo'lmaydi. Misol ko'chada juda ham oq odamni ko'rsangiz, hayron bo'lasiz, nima kasallik bu deb o'tishi mumkin. Tishlarda ham xuddi shunaqa, juda ham oq bo'lmaydi. Ichida qon tomir bor, tabiiy o'zini rangi bo'ladi. Bu oqartirishlar ham vaqtincha bo'ladi, 6 oydan 1 yilgacha ta'sir qiladi. Keyin baribir tish tabiiy o'zini holiga qaytadi. Keyin bu yerda yana ehtiyot bo'ladigan tomoni, tishlarda plombalar bo'lishi mumkin, tish qo'yilgan joylari bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda oqartirish bu aks ta'sirga ham berishi mumkin. Ya'ni plombalarning rangi oqarmaydi, tish rangi oqarsa ikki xil holat bo'lib qoladi. Yoki koronkalar bilan birga bunaqa oqartirilgan tishlar koronkalarning rangi o'zgarmaydi. Tish rangi oqarib qolsa ikki xil bo'lib, kontrast bo'lib, yaxshi holat bo'lmaydi. O'shanga bunaqa holatlarni o'zboshimchalik bilan qilishni tavsiya qilmaymiz. Stomatolog huzurida qilishni tavsiya qilamiz. Endi qarangda Doniyor aka, hozir tishlarni uy sharoitida oqartirish deyarli imkonsiz ekan. Ko'rsatmaga qarab turib, stomatologik muolajalar asosida qilinar ekan. Tishlarni oqartirish muolajasidan keyin o'zini parvarishini aytib o'tdingiz. Lekin shunaqa narsa borda, stomatologik muolajalar narxi arzon emas. Nimaga stomatologik muolajalar, mana shu stomatologik xizmatlar qimmat? Shu haqida aytsangiz. Chunki men o'zim ham murojaat qilib bilganman-da, bitta o'sha tish olib qo'yish uchun 1 oylikni o'zini shundoq bittada ishlatib qo'yganman. Endi qiyin savol bu. O'zi aslini olganda qimmat deyish bu nisbiy, meni fikrim. Chunki boshqa davlatlarga yo bir qo'shni respublikalarga solishtirsa ham bizda nisbatan arzon hisoblanadi. Bu nimaga qatdan narx kelib chiqadi? Misol davlatda ishida ishlaydigan vrach bo'lsa, u davlatda plan bo'ladi, oylik topshiradigan puli bo'ladi. Keyin stomatologik materiallar ham arzon turmaydi. Hammasi chet eldan import qilinadi. U ham baribir tan narxga o'tiradi. Undan keyin u shifokor qanchadir xizmatiga qo'yadi. Xususiy klinikalarda bo'lsa ham, u ham baribir shifokor ishlagani bilan o'tda ma'lum bir foizini oladi, hamma pulni olib ketmaydi. Aytib o'tganimdek materiallar, boshqalar, bular hammasi o'sha xizmatni tan narxiga o'tiradi.
Men aytgan bo'lardim, bizadagi umumiy hisobda olib qaraganda, bizada O'zbekiston sharoitida stomatologiya xizmatlari qimmat deb hisoblamayman. Lekin bizada bitta odat bor. Bizada to og'rimaguncha, o'tkazib yuborilmaguncha bormaydi bizani xalqimiz. Shu tomonimiz bor. Shuni hisobiga ham nisbatan bizani xizmatlar oshib ketishi mumkin. Chunki voqeliroq murojaat qilinsa, kamroq xizmat bajariladi, u arzonroq bo'ladi. Doniyor aka, odamlarni stomatologga borishdagi qo'rquvi bor. Shaxsan o'zim shifokor bo'lsam ham stomatologga borishga qo'rqaman. Og'rishidan, har xil protseduralarni qilishdagi noqulayliklar odamni g'ashiga tegadi. Mana shu qo'rquvlarni yo'qotish uchun nima qilish kerak? To'g'ri, bizda deyarli hamma qo'rqadi stomatologga borishdan. Birinchi sababi qo'rquv, ikkinchi sababi har xil kasalliklarni yuqtirib olishdan qo'rqishadi. O'shandan ham qo'rqib borishmaydi. Endi qo'rquvga keladigan bo'lsak, qo'rquv ko'proq og'riqdan bo'ladi. Bizda hozir zamonaviy stomatologik muolajalar deyarli og'riqsiz, shu aytish mumkin, yaxshi anestetiklar bilan qilinsa, deyarli og'riq sezilmaydi. O'shanga bu qo'rquvdan qo'rqishmasa ham bo'ladi, og'riqdan. Chunki oldin yoshli kattalar paytida tishini davolatishganda, u paytda yaxshi anestetiklar bo'lmagan. Og'riq bilan og'riqni sezib o'tirishgan, lekin hozir zamonaviy anestetiklar bor. O'shalar bilan ukol qilib qo'yilinsa, deyarli og'riqsiz bo'ladi barcha muolajalar. O'shanga bu tomonlama qo'rqishmasa bo'ladi. Endi kasallarni yuqtirib olishdan deydigan bo'lsak, to'g'ri, bu narsa bor. Buni 3 tomondan ko'rish mumkin. Birinchi tomoni, o'sha klinika yoki o'sha tashkilotda o'sha sampin qoidalariga qanchalik rioya qilinadi. O'sha yerda qanchalik mana shu sterilizatsiya talabiga javob beradi. Birinchi masala shu. O'sha tashkilot agar hammasini joyiga qilib, qonun qoidasi bo'yicha sterilizatsiya qilinsa, bunaqa muammo bo'lmaydi. Ikkinchi holat, bu yerda shifokor ehtiyotsizligi ham sabab bo'lishi mumkin. O'sha shifokor agar o'zini ishini astoydil qilsa, o'zi hamma tozaliklarga e'tibor berib ishlasa, sampin qoidalariga e'tibor berib ishlasa ham bunaqa holat kuzatilmaydi. Keyin uchinchi holat bemorlardan ham bo'lishi mumkin. Bu yerda ya'ni faqat stomatologdan emas, boshqa holatlardan ham yuqtirib qo'yish mumkin. Uni bilishadi ko'pchilik, qanaqa holatlarda kasallar yuqtirishini. Yana shu yerda men aytib ketmoqchiman, stomatologiyalarda deyarli barchasida sterilizatsiya qilinadi. Sterilizatsiya qonun qoidalari bo'yicha asbob uskunalar hamma sterilizatsiya qilinadi, lekin hozir mana ayollar ko'p kosmetologiyalarga borishadi. Ba'zan erkaklar ham borayotganlari bor. Lekin shu kosmetologiyada men sterilizatsiya masalalari talabga javob bermaydi deb o'ylayman. Hamma yoqda ham hamma narsa bir martalik narsalar ishlatilmaydi. Ba'zi bir narsalar o'shalarni tozaliklariga ko'proq e'tibor berishi, boradigan odamlar ham mana shunaqa holatlarga e'tiborliroq bo'lishini maslahat bergan bo'lardim. Rahmat kattakon. Yana bitta savolim bor edi. Homiladorlik paytida tish og'rib qolsa, uyda og'riq qoldiruvchi ichishadi yoki qanaqadir bir og'riqni qoldirish uchun o'zlari eshitgan usullarni sinab ko'rishadi. Qo'rqishadi. Homilaga ta'siri bor deb. Shunga qanaqa qaraysiz? Homiladorlik paytida tishlarni davolash kerakmi yoki kerak emasmi? O'zi homiladorlik paytida ko'pchilikda tishlar zararlanadi. Buni sabablari bor. O'zi gormonal o'zgarishlar bo'ladi og'iz bo'shlig'ida, shu sababdan ko'pchilikda tishlar yomonlashadi. O'shanga homiladorlik paytida profilaktikaga, gigiyenaga 2 karra ko'p e'tibor berish kerak. Tishlar yomon bo'lmasligi uchun birinchidan. Ikkinchidan, homiladorlik paytida ko'pchilik qo'rqib tishini davolatishga bormaydi, vaqtida bormaydi. Bolaga xavf bo'ladi deydi, ba'zan shifokorlar tomonidan ham mumkin emas deydigan holatlarni eshitamiz. Bu ham noto'g'ri. 2-trimestr ideal vaqt hisoblanadi. Homiladorlarda bemalol tishlarni davolatib olish kerak. To'liq ko'rikdan o'tib, sanatsiya qilib, og'iz bo'shlig'ini yaxshi holatga kelib olish kerak. Chunki 9-oyda, 8-oylarda keyin davolash qiyin bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin ham emiziklik davri boshlanadi. Bu holatda ham yosh bola bilan, chaqaloq bilan chiqib ketish qiyin bo'ladi. O'shanga homiladorlik paytida gigiyenani zo'r e'tibor qilib, tishlarni ham davolatib olish kerak. Endi mabodo og'rib qolsa, shifokorga murojaat qilish kerak. Agar kechki vaqt bo'lsa, maxsus og'riq qoldiruvchilar bor.
homiladorlik uchun mumkin bo'lgan, o'sha ginekolog bilan maslahatlashib o'shalardan ichib turish mumkin ertalabgacha. Uni uzoq vaqt qabul qilib bo'lmaydi. Lekin darrov borib tishlarni davolatib olish kerak. Oldin homiladorlikdan qutulib olay, keyin davolataman deyish juda ham katta xato. Ungacha bunaqa holatda yurishni o'zi homila uchun xavfli hisoblanadi. Homilaga ham yomon ta'sir qiladi va bir nechta asoratlar ham kelib chiqishi mumkin bunaqa yurishdan. Muddatidan oldin tug'ruqlar kuzatilishi mumkin, homilani holatiga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. O'shanga bunaqa holatni cho'zmay, tishlarni qo'rqmay davolatib olish kerak. Doniyor aka, hozirgi kunda stomatologlar ham, stomatologik xizmat ko'rsatish xususiy klinikalar ham juda ham ko'paygan. Lekin stomatologik kasalliklar kamayayotgani yo'q. Bunga qanaqa qaraysiz? Fikringiz nima? To'g'ri, siz aytganingizdek, stomatologlar soni ko'paygani bilan kasallik kamaymayapti. Buni sababi profilaktika xizmatlari to'g'ri yo'lga qo'yilmaganida deb o'ylayman. Chunki stomatologlarning sonini ko'paytirishni men cho'kayotgan kemada suv tashiydigan odamlarni ko'paytirishga o'xshataman. Profilaktika bu именно suv kirayotgan joyi teshigini bekitish deb o'ylayman. Ya'ni profilaktika xizmatlari to'g'ri yo'lga qo'yilinsa, kasallik kamayadi. Bizda profilaktika bo'yicha aholida ham shifokorlar orasida ham ma'lumotlar kam. Buni men nimadan aytaman? Biz stomatologiya institutida dars ham beramiz. Talabalar ba'zilari stomatolog bolalari bo'ladi. Ularni ham og'iz bo'shlig'ini ko'rsa, holat juda ham zo'r bo'lmaydi. Stomatologlarning o'zida profilaktika bo'yicha bilimlar yetarli darajada bo'lmagani uchun stomatologik profilaktika xizmati to'g'ri yo'lga qo'yilmagan. Shu profilaktika xizmatlari agar ommalashib, aholi ham shu profilaktika bo'yicha tushunchalari oshib borsa, men o'ylayman kasallik ancha hozirgidan kamayadi deb o'ylayman. Bu endi tez bo'lmaydi-yu, hozir boshlansa bir necha yildan keyin natijasini ko'rsatadi bu narsa. Doniyor aka, ba'zan tish yuvgandan keyin ham og'izdan hid kelib turadi. Nimadan bo'lishi mumkin? Og'izdan hid kelishini asosiy sababi bu tilni yuvmaslik hisoblanadi. Bizda ko'pchilik tish yuvadi, lekin tilini kamdan kam odam yuvadi. O'sha tilni mikroskopda qarasa, gilamga o'xshash tuzilishga ega, orasida o'sha so'roqchilarning orasida bakteriyalar ko'payib to'planadi va o'sha og'izdan hid kelishining asosiy sababchilari hisoblanadi. O'shanga tishlarni yuvgandan keyin oxirida tilni ham yuvilsa, ko'p holatlarda og'izdan hid kelishi yo'qoladi. Agar shu til yuvish muolajasini qilgandan keyin ham bir hafta 10 kun davomida og'izdan hid kelish to'xtamasa, unda oshqozon ichaklarini ham tekshirish kerak bo'ladi. Ko'pchilik ertalab uyg'ongan payti, ovqatlanishdan oldin yuvingan payti tishini yuvib oladi. Mana shu qanchalik to'g'ri? O'zi qaysi tartibda tishni yuvish kerak, ya'ni tishni to'g'ri parvarish qilish haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Agar o'sha odam kechqurun tishini yuvib yotgan bo'lsa, u ertalab nonushtadan oldin tishini yuvish shart emas. Nonushtadan keyin yuvsa foydaliroq bo'ladi. Chunki ovqat qoldiqlari kechgacha saqlanib qoladi. Agar u odam kechasi yotishdan oldin tishini yuvmagan bo'lsa, unda nonushtadan avval yuvgani foydali bo'ladi. Bu kechasi yuvgan yuvmaganiga bog'liq. O'zi shu joyda aytib ketsak bo'ladi, foydali bo'lish uchun tish yuvishda eng muhimi kechqurun yuvish hisoblanadi. Chunki bizda kechqurun so'lak bezlar faoliyatini to'xtatadi. Karies chaqiruvchi bakteriyalar ko'payishiga bu juda ham qulay muhit hisoblanadi. Shuning uchun karies jarayonlari o'zi ko'pincha kechasi rivojlanadi. O'shanga ayniqsa kechqurun tishlarni yotishdan oldin yuvib yotish tishlarni maksimal himoya qilishga sabab bo'ladi. Shu aynan tish yuvishda qanaqa tish pastalarini tanlash to'g'ri bo'ladi? Ya'ni tish pastasini qanaqa tanlash kerak? Qaysi tish pastadan foydalanish yaxshiroq? Endi bu yerda individual yondashish kerak. Buni stomatolog ko'rib, o'sha bemor uchun mos tish pastasini tanlab bergani to'g'ri bo'ladi. Chunki har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlarda milklari yallig'langan bo'lishi mumkin, ba'zi odamlar kariesga moyil bo'lishi mumkin. Tish pastasi, tish cho'tkasini tanlashni stomatolog tavsiya qilgani to'g'ri bo'ladi, individual yondashib. Lekin umumiy qilib aytishimiz mumkin, karies kasalligini oldini olish uchun, kariesdan himoya qilish uchun ftarid saqlaydigan tish pastalarini tavsiya qilamiz. Bu oltin standart hisoblanadi xalqaro. Hozir bizning bozorda ftarid saqlamaydigan tish pastalari ham juda ham ko'p, mashhur, ko'pchilik foydalanadi. Tish oqartirish uchun yoki bir hidi yoqishi uchun foydalansa bo'ladi, lekin
kariesdan himoya qilish uchun albatta fitoritsa qiladigan tish pastalarini tavsiya qilamiz. Shu suhbatimizdan juda ham ko'pchilik o'zini qiziqtirgan savollarga javob olyapti deb o'ylayman. Yana bitta muhim savolni sizga bermoqchiman. Bu o'ylaymanki ko'pchilikka qiziq. Tish qo'ygan paytida implant tish qo'ygan yaxshimi yoki protez taqqan yaxshimi? Ba'zi bir odamlarda shunaqa gap yuradi, implant tish onkologiyaga sabab bo'ladi degan. Qanchalik bu haqiqat? Batafsil tushuntirib bersangiz. To'g'ri, bizdan ham bemorlar shuni ko'p so'rashadi. Men ham qiziqib, ilmiy adabiyotlardan shuni qidirib ko'rganimda, chet ellik ilmiy adabiyotlardan ularda umuman implant onkologiya keltirib chiqarish bo'yicha hech qanaqa ma'lumot topmaganman. U yerda balki onkologiyasi bor, rak bor bemorlarga implant qo'yish bo'yicha juda ko'p ilmiy ishlar qilinganini ko'rganman-da. O'shanga keyin bu implant rak keltirib chiqarishi bu umuman noto'g'ri narsa. Xalqimizga qayerdan bu tarqalgan bilmayman, lekin implant rak keltirib chiqarmaydi. Buni aniq aytish mumkin. Implant o'zi hech qanaqa rak keltirib chiqarmaydi. Chunki bu maxsus organizm qabul qiladigan metallardan yasalgan bo'ladi. Unga maxsus ishlovlar beriladi, organizm bilan birikib ketishi uchun. Buni to'liq aytishimiz mumkin, lekin tanglay protezlari ular to'g'ri parvarish qilinmasa, kerakli ishlar qilinmasa, ular rak oldi hamda rak kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Bu isbotlangan, bu tajribadan o'tgan, bunaqa holatlarni ko'rganmiz biz. Chunki tanli protezlar bilsangiz, yengilligida ayniqsa o'tib beti og'ritadi. O'sha payt bemor shifokorga murojaat qilish kerak. Shifokor aynan o'sha bezovta qilgan joyini olib berish kerak. O'sha holat bo'lmay bemor agar chidab yuraversa, shilliq qavat muguzlanishi, ya'ni rak oldi hamda rak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Qisqa qilib xulosa qilsak, implantdan ko'ra tanli protezlari rak keltirib chiqarish xavfi kattaroq. Implantlarda rak keltirib chiqarish xavfi deyarli yo'q. Necha pulga tushadi bemorga bitta tishga implant qo'yish? Endi bu yerda bir nechta omillar bor. Birinchisi implant tan narxi. Brendiga qarab, ishlab chiqarilgan mamlakatiga, sifatiga qarab, implantni o'zini tan narxi ham bu yerda birinchi omil bo'lib hisoblanadi. Bizdagi implantlar 100% chet eldan import qilinadi. Koreyadan, Germaniyadan, Shvetsariyadan o'shanga qarab narxlari ham o'zgarib boradi. Birinchi bu shu omil. Ikkinchidan shifokorni tajribasi. Tajribali shifokorlarda, professional shifokorlarda implant qildirish ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin ularda asorat bo'lishi kamroq bo'ladi. Yana bitta omil ta'sir qiladigan o'sha qo'yilayotgan klinikadagi sharoit, ya'ni ta'mirlanganligi qay darajada, u yerda zamonaviy uskunalarning borligi, bu ham baribir o'sha implant tan narxiga ta'sir qiladi. Shunga qarab, hamma klinikalarda har xil narx bo'lishi mumkin. Mana shu omillar inobatga olinadi bu yerda. Eng qimmat narxga tushgan xizmatingiz necha pul tushgan? Bitta bemorga eng qimmat chekiz. Bitta mashinaning puli bo'lib qoladi. Bitta tish tuzatish uchun bitta mashinani puli ketdimi, Doniyor aka? Nima xizmatlar qilgansizlar unga? Endi bu yerda bemorimizni talablaridan kelib chiqib shunaqa ish qilingan. Bu uzoq vaqt talab qilgan. 8 tacha adashmasam premium klass implantlardan qo'yilgan. Keyin implantlar bitgandan keyin uni ustiga ham sirkoniy koronkalar qo'yilgan, oq qilib, chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Shu bemor shu yaxshi, eng zo'rini xohlaganlar uchun zo'r ish qilib berganmiz. Xursand bo'lib ketganlar. Endi katta ish bo'lgani uchun bu yerda katta xarajati ham bo'ladi. Tish yasalishiga ham katta xarajatlari bo'ladi bu yerda. Hammasini doktorlar olib quchoqlab ketib qolmaydi. Bu yerda o'ziga yarasha xarajatlari ham bo'ladi. Shunaqa deysiz-ku, lekin stomatologlar ko'p pul topadi deb o'ylashadi. deb o'ylashadi, lekin har doim ham bunaqa emas deb ayta olmayman men. Qachon ko'p pul topadi? Qimmat muolajalar, faqat qimmat muolaja qiladigan vrach agar ketma-ket shu muolajani ko'p qilsa, ko'p pul topishi mumkin. Lekin hamma ish chiqib ketadigan vrach bo'lsa, o'sha el qatori vrachlardagi pul topadi deb o'ylayman. Hozir internetda chiqib ketdi-ku ko'p $100,000 topadi oyiga deb, u barmoq bilan sanarli bo'lishi mumkin, lekin bir 95-98% vrachlarga bu holat to'g'ri kelmaydi. Unaqa emas. Shu joyda hamma sirlarni ochib qo'ydingiz.
Doniyor aka, mana shu tishlar umuman kasal bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Qanaqa tavsiya berasiz? Buni iloji bor. Buning uchun profilaktikaga e'tibor berish kerak. Biza Instagram sahifa orqali shu profilaktika ma'lumotlarini berib boryapmiz. Kuzatib borishsa, o'sha yerdagi aytilayotgan ishlarni, tavsiyalarni bajarishsa, ayniqsa kichkina yoshli farzandi borlar bajarsa, ular doimiy tishlari sog'lom, baquvvat bo'lib rivojlanadi hamda tishlar zararlanmay, chiroyli bo'lib shakllanadi. Keyingi sondagi podkastlarimizda qaysi shifokor bilan suhbat o'tkazishimizni xohlaysiz? O'zingizni qaysi savollar qiynaydi? Izohlarda savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi sonlarni o'tkazib yubormaslik uchun Shifokor 24 YouTube sahifamizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Siz bilan Dr. Ahmadov.